Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Meni ismim Azizbek Banayev. Forex va fond bozorlarida 2013-yildan beri savdo qilaman. Biz odatdagidek moliya bozori analizi va haftalik savdo rejasi tuzish bo'yicha onlayn efirni o'tkazyapmiz. Efirda asosiy valyuta paralar, indekslar, valyuta, metall, neft, gaz aksiyalarni ko'rib chiqamiz. Forex klub suhbat chatiga siz ishlatadigan aktivni ham yozing, uni ham albatta ko'rib chiqamiz. Odatdagidek, demak, dollar indeksi oxirgi paytda aktivizatsiyaga o'tgan, ya'ni o'sish tendensiyasiga o'zgaryapti. Kunlik time frame'da ochadigan bo'lsak, pastga bo'lib o'tgan impulsni hozirda qanaqadir ABC korreksiyasi yoki yangi impuls paydo bo'lyapti yuqoriga. Oldingi pasayishga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda 1 2 demak 3 4 5 impulslari bo'lib o'tgan pastga. Va hozirda yuqoriga yoki ikkita variant A, B, C korreksiyasi da yoki ikkinchi variant bu yangi impuls bo'ladigan bo'lsa 1 2 3 4 5 qilib dollar boshqa valyuta paralari va aktivlarga nisbatan ko'tarilishi mumkin. Hozirda minimal даже ABC korreksiya deb oladigan bo'lsak, demak bu Fibonacci darajasi bo'yicha kunlik time frame'da o'sha 50% da 103, keyingi zona 61.8, bu 104.70 gacha demak dollar ko'tarilishi mumkin kunlik time frame'da. Bu taxminan 2-3 hafta davom etadi. Kichikroq time frame'ga o'tadigan bo'lsak, 4 soatlik time frame'da bu va shu demak yuqoriga bo'lgan harakatda 50% korreksiyasidan hozir yana dollar o'sib ketyapti va biz bu hafta hamda keyingi hafta davomida yana ushbu demak o'sish tendensiyasi bo'ylab harakatlanishimiz mumkin. 1 2 3 4 5 qilib yuqoriga demak shu hafta ichida ko'tarilishi mumkin. Demak, birinchi maqsadlardan oldingi 4 soatlikni maksimumi, demak o'tgan haftadagi maksimum 99.16 gachada 1 soatlikda qaraydigan bo'lsak, demak shu trayektoriya bo'yicha o'zini maksimumini yangilaydi hamda исторически o'tgan haftada bo'lgan maksimum bo'ylab maksimumgacha harakatlanadi. Kuzatamiz. Bu taxminan yarim foiz atrofida, где-то 50 punkt. Bu yerda ozgina to'xtalish yoki sразу yorib chiqadi, korreksiyadan yana yuqoriga harakat. Bu 1 soatlik time frame'da demak dollarga alligator parallel и AOE ham yana yangi o'sib ketyapti. Keyingi aktiv yevro-dollar. Yevro-dollar aksida odatda masalan dollar ko'tariladigan bo'lsa, yevro dollarga nisbatan pasayishi mumkin. Shu nuqtai nazardan shu bu ham 26-aprel kuni pin bar paydo bo'lgan, ya'ni riski narxi ko'tarib joyiga tushirishgan va shundan biri hozirda trend pastga o'girilishi mumkin. Narx alligator ichida yopilgan, pasayib boryapti. Shuning uchun demak bu hafta davomida biz скорее всего yevroni dollarga nisbatan pasayishini kuzatishimiz mumkin. 4 soatlikka o'tadigan bo'lsak, o'zini oldingi minimumi 1.1640, hozir narx 1.17 da taxminan 60 punkt
Keyingisi o'zini kichik minimumi 1.15 da plus minus bu hafta davomida shunaqa bir pasayish bo'lishi mumkin. Vployd do demak payshanba jumalarga kelib shunaqa bir движение bo'lishi mumkin. Yanada aniqroq kirish va chiqish nuqtalarini biz Telegram kanalda berib boramiz. Video ostida Telegram kanaliga link qoldiraman. Qo'shilib ochiladigan сделкаларdan birga ishlashingiz mumkin. Keyingi aktiv tilloda e'tibor bergan bo'lsanglar oxirgi bir hafta davomida o'tgan haftadan boshlab pasayib kelyapti narx. 4 soatlik time frame bo'yicha taxminimiz shu bo'lgan yuqoriga o'sishni 50% bu 4500 da 61% 4400 gacha tillo demak qaytishi mumkin. E'tiborga olishimiz kerak. Endi ko'p kanallarda kuzatyapmiz, buy berishyapti. Hali erta deb o'ylayman. Agar narx shu 4500 larda tasdiq beradigan bo'lsa, keyin buy olib ko'rsa bo'ladi. Ayniqsa o'rta uzoq muddatga ishlaydigan bo'lsa, shunga e'tibor beramiz. Yo shu 4500 dan da agar bu yerda tasdiq bo'lmasa, keyingi maqsad o'zi 4400 bu 61% Fibonacci'dan keyingina ketish mumkin. Tak umumiy trend yuqoriga va to есть любой payt bu yuqoriga o'sib ketishi mumkin. Optimal agar ko'p muddatga tillarni buyga ko'rish kerak bo'lsa, 4500 4400 atrofini ko'rgan bo'lardik. Chunki tushib kelish juda agressivni. Alligator parallel ham oldinga nisbatan o'sib boryapti. Shuning uchun e'tibor beramiz. Bitcoin bo'yicha sell сделкасini ochdik. Bu ham kunlik time frame'da pastga bo'lgan harakatni 50% da pin bar paydo qilganda keyingi maqsad o'zini demak minimumlarni yangilashi mumkin agar o'zini tepasini yorib chiqmaydigan bo'lsa. Shuning uchun qisqa stop bilan sell olib ko'rsa bo'ladi. Hozir narx 77700 atrofida, stop loss 79500. Taxminan shu 150-170 punkt. Potensiali yaxshi, yurib berishi, buni uzoq muddat qilib olsa bo'ladi. Scalping сделка emas, обязательно risk hisobga olish kerak, chunki bunaqa сделка bo'ladi. O'zini maksimumda plus minus shunaqa. Bu kunlik time frame 4 soatlikda shunaqa. To'rt soatlikka e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda kechagi pasayishga nisbatan hozirda korreksiyasi bo'lyapti degan fikr bor. Bu korreksiya yakunlangandan keyin dal shu Bitcoin o'z trayektoriyasi bo'ylab harakatlanadi. 1 soatlikda bu как раз hozirda 50% yoki 61% ga yetib kelgan. 50% dan oshgan. Kirish zonasi shu 77700, keyingisi 61% Fibonacci bu demak 78100 atrofida bu сделканы olsa bo'ladi. Sellga Bitcoin bo'yicha uzoq muddatli da taxminan 1 hafta 2 hafta ushlanadi bu сделканы. Potensiali katta, aytganimizdek juda katta yuradi. Вроде pin bar ham paydo bo'lyapti 1 soatlikda ko'ramiz. Mana shu zonadan razворот olib ketishi mumkin. Stop loss maksimumda. Keyingi aktiv funt dollar. GBP USD. Funtda ham analogichni dollar pasayishiga
qaraydigan bo'lsak, bu ham hozirda o'zini pastga birinchi harakatini qildi va korreksiya, bu kunlik time frame'da korreksiya по-моему 61% gacha bo'lganda, и hozirda yana o'sha yerdan 61% dan endi keyingi pastga движение bo'lishi mumkin. Stop loss o'zini agar maksimumni yangilamaydigan bo'lsa funt dollarga nisbatan, demak pasayish ehtimoli juda yuqori. Chunki o'sha Fibonacci 61 zonadan qaytgan va impuls korreksiya и как раз в принципе o'zini oldingi maksimumiga 4 soatda maksimumiga stop loss qo'yib, demak mana bunaqa сделка ishlasa bo'ladi. Shunaqa сделка, hozirgi narx 1.3510, 1.3530 atrofida işte zona bor. Как раз shu yerlardan sell olib ko'rsa bo'ladi. Maqsad shu o'zini oldingi minimal zonalari, birinchisi mana bu turbulent zona 1.34 ровно 100 punkt taxminan, keyingisi o'zini katta minimumi 1.32 gacha da plus minus где-то 300 punkt pastga yurib berishi mumkin agar maksimumini yormasa. Maksimumni yorsa demak ozgina yana yuqoriga ketadi. Shuning uchun bitim ochayotganinglarda money management, risk management qoidalariga amal qiling, chunki ayniqsa hozirgi kunda geosiyosiy fundamental yangiliklar juda risk ta'sir qilyapti-da, to есть bozor lishni bir uzoqroqqa chiqib kelyapti. Shuning uchun обязательно stop loss, take profitlarni yaxshi zonalarga qo'yib ishlashga harakat qiling. Yangiliklar bo'yicha kelinlar ko'rib chiqamiz, qanaqa yangiliklar kutyapti bizni investing.com dinamический kalendar, shu saytga kirib tekshirishingiz mumkin. Demak, bugungi yangiliklar, umuman bu haftaga kutilayotgan yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Bugun chorshanba, Amerika bo'yicha asosiy 3 yulduzlik neft bo'yicha chiqargan 7:30 da и 11 da va 11:30 da FOMS процентная ставка ФРС-ga вроде normada ko'rsatyapti dollarga. И press-konferensiya bor ekan. Shuning uchun soat 11 da bugun muhim yangilik bor ekan. Payshanba kuni базовый ценовой индекс расходов, по-моему, число первичных заявок ishsizlik bo'yicha и ВВП bor ekan birinchi kvartalga. Вроде o'sish kutilyapti. Dollarga nisbatan yaxshi yangiliklar kutilyapti. Endi chiqishiga qaraymiz, chiqishini bilsanglar, bunaqa yashil yoki qizil ko'rsatkichlarda bo'ladi. Shunga qarab bir nima qilsanglar bo'ladi. И juma kuni indeks деловой активности и PMI bor soat 6:45 da и 7 da kechki payt. Bu ham bozorga demak ta'sir qilishi mumkin. Kutilishi bo'yicha dollarga yaxshi-da. O'tgan safar 52.7 bo'lgan, bu safar 53.2. Da ertaga asosiy yangiliklar indinga. Bugun kechqurun soat 11 da ham demak juda muhim yangilik bor ekan, FRS и FOMS. E'tiborli bo'lamiz. Tak. Bu Telegramda Forex Club suhbatga o'z emaillarni yozsanglar bo'ladi, uni ham ko'rib chiqamiz. Hamda trading bo'yicha foydali bilim va kerakli ma'lumotlarni bizni YouTube kanalida kuzatishingiz mumkin. Bu yerda playlistlarda har xil demak
qilayotgan savdolar natijalari, professional kurs va tahlillar bor. Ko'rib foydalanishinglar mumkin. Hamda bu yerda Telegram va Instagram sahifalari ham bor. Kirib o'zingizga kerakli foydali ma'lumotlarni trading bo'yicha olishinglar mumkin. Bizda hozircha shu, keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha do'stlar, hammaga profit. Salomat bo'ling.